Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Xudo xolasa bugun 4-mart do'konimizni ochib oldik. Xudo xolasa hamma zapchastlarimiz bor. Kelaverasizlar. Mana bu yerda mashinalamizga atirlarimiz bor. Oynak lattalarimiz ham bor. To'lovlarimiz xohlasanglar naqd pul olasan, QR kod plastik orqali ham bo'laveradi. Pakrishkalarimiz detskidan kattalargacha hammasi bor. Zapchastlarimiz optim dona narxlarda chiroyli qilib beramiz. Mana tepalarda xodonok, velosiped, samokat, bolalar uxlaydigan kreslochalar, egarlarimiz, mana hamma turli tuman hamma narsalarimiz bor. Xohlasa chiroyli narxlar qilib beramiz, kelaverasizlar. Xo'p, mana bu yerda mana velosipedlarimiz, kalaskalarimiz, diskilar, kattalar, 3 g'ildirak velosipedlarimiz. Mana bu yerda mana skuterimizga balonlarimiz bor, optim narxlarda, balon kamerlari, salidonlar bor, mana sabatlarimiz, velosipedchalar, kraskalarimiz ham bor. Kraskalarimiz hamma ranglaridan bor, kelaverasizlar. Kraskachalarimiz bor, velosipedlar. Larimiz bor, mana 3 balonlarimiz. Manzillarimiz yozilgan. Telefon raqamlarimiz. Mana bu yerda mana original videolarimiz ham bor. Kelaverasizlar, yoshlarimizga gornilari bor, gornillar oyoq formizlari bor. Mana nikel. Samokatlar, BMX velosipedlarimiz. Nomerlarimiz yozilgan. Hop, manzilga keladigan bo'lsak, bu tomon Namangandan kolxozga kirib kelishda katta bo'y bo'yicha Mafaya, bu tomoni To'laboy katta bo'y bo'yicha yo'nalishi. Katta bo'y bo'yicha Mafaya. Hop, orientirlarimiz, hop, Karvash Moykani ro'parasi. Yonimizda mashina ustaxonasi ham bor. Kelaverasizlar, chiroyli narxlar qilib beramiz, xudo xolasa.